Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 9-iyul 2026-yil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'rg'oncha qishlog'idan kelgan ikkalamiz labolarga chiroyli tunikani o'rab bo'ldik. Labon atroflariga tunika o'rab, shumkalar opshirib berganmiz. Har joylariga konteyner pollar qo'yilgan. Mana penaplekslar xuddi shu holatda. Bu narsa qattiq tegsa bukilib qirilib ichkariga kirib ketmaydi, kuzovda ham saqlaydi. Penapleks orqadan issiqni to'sadi, yana pashay shuni oldini olish uchun qo'yiladi. Akkumulyator qutilar qilib qo'yilgan. Ana akkumulyatorni bu yonidan ham to'sadi. Bu holatda ochiladi, ichiga aptechka arqon kuluvchilarni solib ishlatsa bo'laveradi. Alohida ham sotiladi. Ular sandiqda o'ziga ham telefon qilishlari mumkin. Poliga choksiz tunuka ham, rezinkalari ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Postoyanno ishlaydi. Mana ikkala raqamimiz bor. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat o'rnatib xotirib beramiz. Alohida tomiga bagaj, orqasiga duvga, oynasiga, reshetkalargacha bor. Kuzatishda davom etinglar, like bosinglar, do'stlar, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.